Yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar 5 yoshga 1 oyda yoshartirib beraymi? Diqqat bilan ko'ring. O'zini adaptogen xususiyati bilan pikka chiqqan bir dona giyoh bor. Bu giyoh adaptogen xususiyat degani hozirgi kundagi stresslarga, surunkali charchoqlarga, aqliy va jismoniy zo'riqishga organizmni chidamliligini oshirib beradi. Bu giyoh bir dona jenshen deyiladi. Bu 10 yillik jenshen. Har ikkita uzugi 1 yoshga yoshartirib beradi sizni. Endi agar siz shuni kuniga 3 grammdan 1 stakanga solib, qaynoq suv solib, 10 minut damlab turib shuni ichoradigan bo'lsangiz, bir mahal ertalab sizni tanangizda 4 xil jarayon yuz beradi. Birinchidan, adaptogen xususiyati pikka chiqqani uchun bu kundagi fizik, jismoniy, aqliy zo'riqishingiz ketadi. Ikkinchidan, immun sistemangiz oshadi. Uchinchidan, gomeostaz deydi, ya'ni qondagi balanslanib, hamma narsani balans tiklanadi va to'rtinchidan yosharasiz. Tanangiz yosharadi. Albatta, tavsiya qilaman, imkon qadar like bosasiz, tarqatasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor